Mana ko'rib turibsizlar. Bu 200 so'm pul. Lekin men buni yoqib olmayman. Sababi bu pulni Alloh taolo menga rizq qilib bergan. Rizqni xor qilguvchi, isrof qilguvchilardan bo'lishni xohlamayman. Mana ko'rib turibsizlar. Men bu pulga o'zimcha yetishganim yo'q. Bu 200 so'm bo'ladimi, 100 so'm bo'ladimi? Sizlar o'ylamanglar, men o'zim harakat qilyapman, o'zim topyapman. O'zim unda, o'zim bunda deb. Alloh taolo agar sizlarni bir soniya degani 1 sekundni 10 ga bo'lib, shu 10 dan chalik darajada Alloh taolo sizlarni o'z holinglarga qo'yib qo'ysa, sizlar olayotgan nafasingizlarda chiqara olmasdan til tortmay o'lasizlar. Yutayotgan tupurginglar tomog'inglardan o'tmay qolib, o'lib qolasizlar, aytib qo'yay. Shuning uchun rizqni Alloh taolo bergan rizqni isrof qilishdan oldin, uni xor qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda isrof qilmang, chunki isrof qilguvchilar shaytonlarning do'stlaridir degan. Shu oyatga amal qilib, Alloh taolodan shaytonga do'st bo'lib qolishlikdan panoh so'raymiz. Hammamizga insof bersin. Mana bu dollar yoqayotgan, mashinasini tepayotganlarga gaplarimiz shu. Sizlar o'zingizlardan rizqingizlar o'zingizlarda harakatingizlar bilan kelib qolmayapti. Oshnalar, og'aynilar, yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Mana bu pul meni rizqim. Allohga shukr qilamanki, bir kun kelib men shu pulga zor qilib qo'ymasligidan Allohdan panoh so'rayman. Shuning uchun haddingizlardan oshmasdan Alloh taolo bir kun kelib shu pulga zor qilib qo'ymaslikdan oldin aybingizlarni yaxshilab o'ylab ko'ringlar-da, Allohga tavba qilinglar.